Assalomu alaykum. Instagram'a xudo xolasi elektriklarimizdan bir yallama bo'ldi. Bir joyi xudo xolasi seli 2 kun uzoq bilan 3 kunda chiqib beradi. Kosasini, rozetki, kulchatorlarni ham qo'yib berib ketadi. Lampa desanglar, lampalarni ham qo'yib berib ketadi. Qo'ldan kelgancha elektrik xizmatlari bo'lsa aytaverasizlar. Elektrikda xudo xolasi hozir terib boshladi. Bitirish jarayonida. Undan tashqari bezopaslik narsalar ham bor ekan. Shu o'zi ikki ishora qo'yadi. Ertang tok uyda yong'in bo'lgan vaqtda ish o'zi отказ etadi ekan. Mana ko'rib qolinglar. Elektriklari, boshqa elektriklarni ishlatgan vaqtda ham ish o'zi kerak. Xudo xolasa, qo'ldan kelgancha nomerlarni qo'yib ketamiz. Ishina javob, xudo xolasa, ishlab yurgan ishlari постоянно Rossiya Toshkentda ishlab yurgan ishlari ekan. Yana xudo xolasa ishindan ma'lum o'zi kanal akkelib, to'g'ri akkelib, antenam qo'yib beradi ichida. Xudo xolasa telefon aytaverasizlar. Telefon raqamlarini qo'yib ketamiz. Sog' salomat bo'linglar. O'zingizni ehtiyot etinglar.